Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Zolotoy dub alyumin profilli veranda tayyorlaganmiz. Juda go'zal holatda chiqdi. Hozir sal bu tomonda yaxshi ko'rinmayapti, lekin juda go'zal holatda chiqdi. Har doimgidek ichki girovkalar go'zal holatda ruchkalar baquvvatidan. Materiallari Akfa'ning o'zidan. Hozir juda salqin joy bo'lib qoldi. Romlarimizda podokonnilari bor. Podokonnilari birgalikda go'zal holatda. Vodiy bo'ylab dastlabki ustunovchasi ichida o'zimiz Andijon viloyati Buloqboshi tumanidamiz. Vodiy bo'ylab qilyapmiz. Yana bitta eshigimiz. Girovkalar go'zal holatda bo'lgan. Romlarning ruchkasi ham har doimgidek go'zal holatda. Girovkalari stullarni chiroyli qilib o'ratib qo'yibdi. Tunuka fonda ichki tomonini arka fonda o'rasicha qimmatroq tushadi. Shunga uyda egasi o'zi tunuka fonda o'ratib qo'yibdi. Xo'sh, narigi tomonda ham ish romlarini o'rnatganmiz. Profil o'ziga alyuminda. Hozir qisqacha obzorini usta bilan ko'rib chiqamiz. Kvadrat necha pulga tushdi? Bir qator tafsilotlarni beradi. Robotxonadan kira olishga yo'piraga bo'lgan. Ikkitasi ochiladi. Juda skvoznoy bo'lib, вообще zo'r ovoz. Etajli binoga qilganmiz. Ko'rsatib o'ting. Kvadrati 520 ga atrofida tushdi. Nariyalardan ko'rsatdik, shiromlar qo'yganmiz. Общий 2000 dollar atrofiga chiqdi. Bitta eshik bitta rom ekan-a? Yo'q, bitta eshik bitta rom, ikkita eshik ikkita rom. Narada hamon eshik. Xo'sh, bemalol murojaat qila olasizlar. Dastlabki ustunovga vodiy bo'ylab aloqaga chiqa olasizlar. Ustunlar arka fonda o'ralgan. Ichki tomoni tunuka fonda o'rab qo'ygan ekan egasi chiroyli qilib.